Assalomu alaykum. Avicenna Education o'quv markazi asoschisi Quvondiq Hamroyevni, doktor Avicennani biologiya onlayn tayyorlov kursi, milliy sertifikat tayyorlov kursiga demak qatnashayotganlaringizdan xursandman. Xo'p, bugungi birinchi darsimizda poliplodiyaga doir milliy sertifikat o'sha yanvar va mart oylarida imtihon tushib kelyapti. Ayniqsa o'sha tetraploid va o'sha geksaploid, oktaploid to'plamga ega bo'lgan demak o'sha genlarni gameta olish sal qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun sizlarga qanday gameta olish usulini o'rgatmoqchiman. Xo'p, demak diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, toki grafik planshet kelganicha, Alloh xohlasa video darsimizni shunday davom ettiramiz. Har bitta tushunmagan savollaringizga batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, demak grafik planshet kelgandan keyin Alloh xohlasa chiroyli qilib har bitta mavzuni chuqurlashtirib o'rgataman. Xo'p, demak poliplodiyada demak yozib olamiz. Poliplodiyada Xo'p, demak gameta olish qanday bo'ladi? Demak, ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak biz bilamizki, demak diploid to'plam 2n holatidan demak tetraploid to'plam 4n holatiga o'tadi. 4n holatidan esa geksaploid to'plam 6n holatiga o'tadi. 6n geksaploid holatidan esa 8n, ya'ni o'sha oktaploid to'plamga o'tadi. Demak, bu yanvar imtihonida, bu esa mart imtihonida tushdi. Balki may imtihonida bu savol tushishi mumkin, ya'ni oktaploid to'plam. Shuning uchun buni yaxshiroq tushunib olishimiz kerak. Xo'p, masalan, heterozigotali o'sha diploid to'plamga ega bo'lgan o'simlik demak tetraploid to'plamga o'tganda demak ko'ramiz, xromosomalar soni 2 ortibdi. Ya'ni 4 ni 2 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 2 ga 2 4 bo'ladi. Demak 2 marta ortdi. Demak genlar to'plami 2 marta genlar to'plami o'tgandan keyin har bitta gen 2 marotabadan ortadi. Masalan, shu to'plam 2 marotaba ortadi. Shu to'plam 2 marotaba ortgan taqdirda demak katta kichkina a holatiga kelib qoladi. Xo'p, demak buni tushundik. Holatga keladi. Xo'p, endi 6n holatida, ya'ni demak qaysi to'plam bizda? Geksaploid to'plam. 2n diploid to'plamdan geksaploid to'plamga o'tganda 6n ni 2 ga bo'lsak 3 marta ortgan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu diploid to'plamli genlar ham 3 barobar ortadi. 3 barobar ortishi tufayli demak mana shunday to'plam hosil bo'ladi bizda. Endi bu demak 8n holatida, ya'ni oktaploid holatida 8 ni 2 ga bo'lsak demak 4 bo'ladi, to'g'rimi? Demak mana bu gen 4 barobar ortishi kerak. 4 barobar ortgan taqdirda qanday to'plam hosil bo'ladi? Demak mana shunday bizda to'plam hosil bo'ladi. Mana demak mana bu 2 barobar ortdi, 1 2. Demak bu 3 barobar ortdi geksaploid to'plam 1 2 3. Demak mana bu 4 barobar ortdi tetraploid to'plam 1 2 3 4. Demak 4 barobar ortdi. Bu demak oktaploid to'plam. Balki bu tushishi mumkin imtihonlarda. Xo'p, demak mana bu biza qanday ko'rinishda yozishimiz mumkin? Yana buni qanday ko'rinishda yozishimiz mumkin va buni qanday ko'rinishda yozishimiz mumkin keyingi holatlarda. Xo'p, demak buni dominant genlarni bir tarafdan yozishimiz mumkin. Mana bunday ko'rinishda. Bunda ham demak 3 ta dominant gen bor. Demak 3 ta retsessiv gen bor. Demak mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bunda ham 1 2 3 4 ta dominant gen bor. Xo'p, bunda 1 2 3 4 ta retsessiv gen bor. Demak mana shunday ko'rinishda yozamiz. Bizda hozir imtihonda tushgan savollarda mana bu ikkalasi tushyapti. Ya'ni tetraploid to'plam bilan geksaploid to'plam. Tetraploid to'plam yanvar imtihonida 43-savol bo'lib tushyapti.
Geksaploid to'plami esa 16-mart adashmasam ikkinchi smenada 43-savol bo'lib yozma savol bo'lib tushibdi. Balki mana bu demak oktaploid to'plam keyingi imtihonlarda tushishi mumkin, may oyidagi imtihonda. Shuning uchun buni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Demak, bunda qanday gamet hosil bo'ladi? Demak, tetraploid to'plamdan demak gamet olishni o'rgataman. Demak, mana bu tetraploid to'plam. Demak, bundan qanday gamet olamiz? Demak, diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, xo'p, dominant gendan boshlab, mana dominant genlar soni resessiv genlar soniga teng bo'lgan holatda gamet olsak bo'ladi. Ya'ni qanday gamet olinadi? Demak, mana bu 1, 2, 3, 4 deb belgilab olamiz. Belgilab olgandan keyin, xo'p, demak endi necha xil gamet hosil qilish mumkin? Ya'ni ehtimolligini topa olamiz. Necha xil gamet hosil qilish ehtimolligini topishda nima qilamiz? Demak, resessiv genlarni, demak, deb belgilasam ehtimollikni, resessiv genlar 3 ni ko'paytiramiz 4 ga va 1 ko'paytirilgan 2 ga bo'linadi. Demak, barobar, demak bu bo'ladi. Xo'p, demak 3 kara 4 12, 2, demak 6, demak 6 ta gameta hosil qiladi. Xo'p, demak 6 ta gameta hosil qilar ekan. Mana shu 6 ta gametani endi topib olamiz. Xo'p, alohida pastdan yozib olamiz. Demak, mana shunday to'plam. 1, 2, 3, 4. Demak, 6 ta gametasini olamiz. Endi e'tibor beramiz. 1 bilan 2 ni o'zi bir xil gamet hosil qiladi. 1 bilan 2. Demak, bitta gameta. Demak, bu birinchi gameta. Ana endi demak 3 bilan 4 bitta gameta hosil qiladi. Xo'p, demak 3 bilan 4 resessiv, ya'ni genlar bitta gameta hosil qiladi. Xo'p, ana endi 1 bilan 2 ni yozdik, 3 bilan 4 ni yozdik. Ana endi 1 bilan 3 ni yozamiz. Xo'p, 1 bilan 3 ni yozsak, demak katta kichkina bo'ladi. Men 1 bilan 3 ni yozdim. Ana endi 1 bilan 4 ni yozamiz. Demak 1 bilan 4 katta kichkina a bo'ladi. 1 bilan 4 ni yozgan holatida. Ana endi 2 bilan 3 ni yozamiz. Demak 2 bilan 3 yozsak, mana 2, mana bu 3. Demak 2 bilan 3 ni yozsak, yana bitta gidrizgota bo'ladi. 2 bilan 4 ni yozamiz endi. 2 bilan 4 ni yozsak, demak yana bitta gidrizgota hosil bo'ladi. Demak jami, demak ko'radigan bo'lsak, qanaqa gametlar hosil bo'ldi? Demak bitta katta A. Xo'p, bitta gidrizgot 2 bilan 1 ni yoza olmaymiz. Chunki 1 bilan demak 2 o'zi 2 bilan 1 degani, ya'ni bir xil gameta. Xo'p, 1 bilan 3 ni yozdik, 1 bilan 4 ni yozdik, 2 bilan 3 ni yozdik va 2 bilan 4 ni yozdik. Demak 1 bilan 3, 1 bilan 4, jami 1, 2, 3, 4. 4 ta bir xil gidrizgotali gameta hosil qildi. Mana demak yozib oldik. Ana endi demak resessivlar 3 bilan 4 dan bitta gameta hosil qiladi. Demak mana bu tetraploid to'plamli o'simlik hosil qilgan gametalar. Demak tetraploid to'plam 4n holatida ki organizm hosil qilgan gametalari. Xo'p, shu uchun bunaqa savol yana imtihonda tushish ehtimolligi bor. Ayniqsa mana bu ketmaga tushib kelyapti bizda. Mana bu demak yanvarda tushdi, bu martda tushdi. Balkim oktaploid to'plam bu tushishi mumkin keyingi imtihonlarda. Ya'ni may oyidagi imtihonda. Xo'p, ana endi demak geksaploid to'plamdan gamet olishni tushuntiraman. Qanday gamet olinadi? Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi varag'imizni bunday qaytaramiz. Demak, mana shunday 4 xil gamet hosil qiladi. Bu o'z-o'zidan changlangan paytda ham xuddi shunday 4 xil gamet hosil qiladi. Buni o'sha YouTube'dagi video darsimdan ko'rib olsangiz ham bo'ladi. O'sha yanvar oyida tushgan diploid to'plamli
tetraploid to'plamli o'simlikni demak o'sha 43-savolni tahlilini qilib berganman, ko'rib tushunib olsangiz bo'ladi. Asosiy bizada gamet olish. Gametdan to'g'ri bo'lsa agar biz masalani bemalol oson ishlay olamiz. Faqat gamet olish bizga sal muammolik qiladi. Shu uchun demak gamet olish o'rganishimiz kerak. Demak mana bu heksaploid to'plamni gametasini olamiz endi. Xo'p, demak heksaploid to'plamni gametasini oladigan bo'lsak, ana endi demak e'tiborli bo'lamiz. Heksaploid to'plamda demak 3 ta dominant, 3 ta resessiv bo'ladi. Xo'p, demak buni ham belgilab olamiz. 1 2 3 4 5 6. Faqat qachon bunday holatda demak savolni ishlasak bo'ladi. Qachonki dominant va resessiv genlar soni bir xil bo'lganda. Hozir belə dominant genlar soni 3 ta, resessiv genlar soni ham 3 ta. Shu uchun bunday demak raqamlab biza nechta gamet hosil qilishini topib turib, keyin masalani ishlasak bo'ladi. Xo'p, demak birinchi demak ehtimollikni aniqlab olamiz. Nechta gamet hosil qilishini aniqlab olamiz. Demak 4 ni ko'paytiramiz 5 ga, 4 ni 5 ga ko'paytiramiz, keyin 6 ga ham ko'paytiramiz. Xo'p, keyin 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ga bo'lamiz. Xo'p, demak bu 6 bo'ladi. 30, demak bu 120 bo'ladi. Demak 120 ni biz 6 ga bo'lsak, demak 20 ta gameta hosil qilish kerak. 20 ta gameta hosil qilish kerak. Ana endi shu 20 ta gametasini yozamiz. Xo'p, pastdan qaytib yozib olaman. Xo'p, 1 2 3 4 5 6. Xo'p, demak 1 2 3. Demak dominant genlar yozamiz birinchi. 1 2 3. Demak 1 2 3 ni hosil qildi. Xo'p, ana endi 4 5 6 bitta gameta. 4 5 6. Demak resessiv genlar bitta gameta. Mana ikkita gametani oldik dominant va resessiv bo'yicha. Ana endi buni yozamiz. 1 2 4. Demak 1 2 4. Xo'p, 1 dominant A, xo'p 2 dominant A va 4 resessiv A. Demak buni oldik. Ana endi 1 2 5 buni olamiz. Xo'p, 1 dominant A, 2 dominant A, xo'p 5 resessiv A. Demak buni yozdik. Ana endi 1 2 xo'p 6. Xo'p, 1 dominant A, 2 dominant A, 6 resessiv A. Demak buni yozib oldik. Xo'p, ana endi xo'p. Demak keyingisi bu 2 3 4. Xo'p, buni yozib olamiz. 2 3 4. Demak 2 dominant A, 3 dominant A, 4 resessiv A. Demak buni yozdik. Ana endi 2 3 5 bir boshdan yozib ketaveramiz. 2 dominant A, 3 dominant A, 5 resessiv A. Demak buni yozdik. Ana endi keyingi demak yozishimiz kerak bo'lgan gameta bu 2 3 6. Demak 2 3 6. Xo'p, 2 3 va 6. Demak yozib oldik. Xo'p, bularni yozib oldik. Ana endi xo'p, bizda nima qoldi? 1 2 ni yozdik. 2 3 ni yozdik. Ana endi 1 3 qoldi bizda. Xo'p, demak 1 3 4. Demak buni yozamiz. 1 dominant A, 3 dominant A, demak 4 resessiv A. Buni yozdik. Ana endi 1 3 xo'p 5 1 3 5. Demak 1 dominant A bo'ladi.
Xo'p, 3 dominant A, 5 retsessiv A bo'ladi. Ana endi keyingisi, demak 1 3 6 ni yozishimiz kerak. 1 3 6. Demak 1 dominant A bizada. Xo'p, 3 dominant A, 6 retsessiv A. Demak, hammasini yozdik. Mana 1 2 bilan yozdik, 2 3 bilan yozdik. Xo'p, 1 3 bilan yozdik. Demak, ehtimolliklarni yozib chiqdik. Demak, 9 xil bo'ldi bunda. Xo'p, ana endi keyingisi. Demak, jami bizda necha xilni hosil qildi? Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 xilni hosil qildi. Bizda nechta hosil qilish kerak? 20 ta hosil qilish kerak gameta. Xo'p, ana endi 1 4 5 ni yozamiz. Ana endi bitta dominantlik bo'ladi. 1 4 5. Xo'p, 1 dominant A, 4 retsessiv A, 5 retsessiv A bo'ladi. Xo'p, ana endi 1 4 5 yozdik. Ana endi 1 4 6 ni yozamiz. Demak, 1 dominant A, 4 retsessiv A. Xo'p, demak 6 retsessiv A bo'ladi. Xo'p, ana endi 1 xo'p 4 5 yozdi, 4 6 yozdik. Ana endi 5 6 yozganimiz yo'q. 1 5 6 bo'ladi. 1 dominant A, xo'p 5 retsessiv A, 6 retsessiv A bo'ladi. Demak, mana, demak buni shu xil gamet hosil qildi. 2 dan ham xuddi shunday ketaveradi. 2 4 5. Xo'p, 2 dominant A, 4 retsessiv A, 5 ham retsessiv A. Mana endi 2 4 6 mana shunday ketaveradi. Demak, 2 bizda dominant A, xo'p 4 retsessiv A, 6 retsessiv A bo'ladi. Xo'p, ana endi 2 5 6 bo'ladi. 2 5 6. Demak, 2 dominant A bo'ladi. Xo'p, 5 retsessiv A, xo'p 6 retsessiv A bo'ladi. Xo'p, bularni yozib chiqdik. Ana endi xo'p 3 bilan xuddi shunday yozamiz. 3 4 5. Xo'p, 3 dominant A, 4 bilan 5 retsessiv A. Endi 3 4 6. 3 dominant A, 4 retsessiv, 6 ham retsessiv. Ana endi 3 5 6 bo'ladi. 3 5 6. Demak, bizda 3 dominant A, demak 5 retsessiv, 6 ham retsessiv bo'ladi. Demak, mana bu yerda 11 xil edi. Ana endi mana bu yerda yana 9 xil chiqdi. Jami 20 ta gameta chiqishi kerak edi. Xo'p, ana endi bu hosil qiladigan gametalar qaysilar bo'ldi endi bizda? Ya'ni o'sha heksaploid to'plam hosil qiladigan gametalar. Xo'p, demak bitta dominant A'liklar, bitta retsessiv A'liklar, xo'p, ikkita dominantliklar, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 7 8 9 ta. Demak, 9 ta bizda ikkita dominantliklar. Xo'p, bitta dominantliklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demak, 9 ta. Keyingi demak bitta dominantliklar. Xo'p, demak mana shunday gametlarni hosil qilar ekan. Biz masalan ishlayotgan paytimizda demak dominant genlarni bir tarafda, retsessiv genlarni bir tarafda, demak 9 ta ikkita dominant genlik, 9 ta demak bitta dominant genlik. Mana shuni biz pinetda joylashtirib ishlasak bo'ladi. Demak, masalan ishlayotgan paytda. Xo'p, demak bu bizda heksaploid to'plamli o'simlikdan chiqqan gametalar.
Xo'p, demak mana shu demak gameta olish edi. Xo'p, demak bu tetraploid to'plamli o'simlikdan hosil bo'ladigan gametalar. Demak mana bular bizda demak mana qanday hosil bo'lish mexanizmi tushuntirildi. Xo'p, demak mana buni demak ishlab qo'yishimiz kerak. Oktaploid to'plam, chunki 4-may imtihonlarda tushish ehtimolligi bor, tushishi mumkin, chunki bu yanvarda tushyapti, bu demak martda tushyapti, bu mayda tushish ehtimolligi bor. Shuning uchun buni o'rganib qo'yishimiz kerak. Xo'p, demak bu esa mart oyida tushgan geksaploid to'plamli o'simlikda hosil bo'ladigan gametlar. Birinchi ehtimollik bo'yicha topa olamiz, nechta gameta hosil qiladi. Keyin chunki chalkashmasligi uchun albatta nechta gameta hosil bo'lganini topa olishimiz kerak. Keyin nechta gameta hosil qilganini topa olganimizdan keyin raqamlaymiz, keyin gametalarni yozib chiqamiz. Gametlarni yozib chiqqandan keyin xo'p, pinetda mana buni joylashtirib, agar shu o'simlik bilan o'zaro yanachashtirilgan bo'lsa, pinetda shuni joylashtirib, keyin fenotipik, genotipik nisbat va so'ragan narsasini topsak bo'ladi. Xo'p, demak bu onlayn darsimizda birinchi demak mavzu edi. Xo'p, keyingi onlayn darslarimda xudo xohlasa murakkab poliplodiyani to'liq batafsil ochib beraman. Chunki poliplodiyada hali biza chalkashadigan mavzularimiz ko'p. Avtopoliplodiya, allopoliplodiya, muvozanatsiz poliplodiya hammasini tushuntirib beraman. Xudo xohlasa. Xo'p, DNK, ATF, urug'lanish masalalarini, murakkab masalalarni tiplashtirilgan ko'rinishda tushuntirib beraman. Birinchi nazariyasi o'tib beriladi, albatta. Nazariyasi tushuntiriladi. Nazariyadan keyin albatta bungadir ko'proq o'sha murakkab masalalar ishlanadi. Va xudo xohlasa yozma ish imtihonlari ishlaymiz, milliy sertifikat qurishchilik imtihonlari ishlaymiz. Hammasini birma-bir chiroyli qilib mana shunday tahlil qilib beraman. Xo'p, demak onlayn darslarimga qo'shilmoqchi bo'lganlar bemalol Telegram profilimga murojaat qilib, shartlari bilan tanishib qo'shilsangiz bo'ladi. Xo'p, onlayn darslarimda o'sha ko'proq va tezroq ishlanish usullarini o'rgataman. Genetikada ayniqsa DNK, ATF, urug'lanish hamma masalalarni batafsil tushuntirib beraman. Xo'p, onlayn darslarimga qatnashuvchilar bo'lsa bemalol Telegram profilimga murojaat qilib qatnashsangiz bo'ladi. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Siz o'zingiz demak geksaploid to'plamni yozishga harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Buni o'zim onlayn darsimda qatnashuvchi o'quvchilar uchun buni batafsil yana tushuntirib beraman. Xo'p, keyingi sertifikat imtihonlarida barchalaringizga omad tilayman. Sizlar bilan Avicenna Education o'quv markazi asoschisi Quvondiq Hamroyev bo'ldi, doktor Avicenna. Xo'p, onlayn darslarimda sizlarni kutib qolaman. Umid qilamanki, keyingi sertifikat imtihonlarida albatta yuqori ballarni qo'lga kiritasiz. Barchalaringizga omad.